Davlat raqam belgilarisiz mashinaga qo'shimcha jihozlar o'rnatib harakatlanadi. Transport vositasining barcha oynalari qoraytirilgan edi. Yo'l patrul xizmati xodimi uni to'xtatadi. Haydovchi yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmaydi. Xodimni turtib yuborib, uning hayotini xavfga qo'ygan holda taxminan 1,5 kilometr masofaga sudrab ketadi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlardek ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida qoidabuzar haydovchi to'xtatiladi. Mazkur yo'l patrul xizmati xodimining o'rnida oddiy piyoda ham bo'lishi mumkin edi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ayanchli voqeaning oldi olindi. Xuddi mana shu holat bo'lyapti. Mana shuni kelib to'xtatdi, harakat to'xtatdi. Oldiga boryapman. Sirena chalyapti, sira sirena chalyapti. Men aytdim, to'xtang, bo'ldi, olmanda. Oldiga o'tayotgan vaqtimda mana kapot qismini o'zi pasha qildi. Oldiga o'tgan vaqtimda haydovchi sraz niqtatdi, haydagan vaqtida mashina qasib ketdimda, o'sha mashina ushlab qoldi mashina. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haydovchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Mashina jarima maydoniga joylashtirilgan.